Mana bu besi bo'ladi. Eng chiroyli yo'l chandash mashinasi. Sotini seni mahalle uchun haqsiz ishlashga buyurdi. Meni nazoratchiligim ostida yo'lni tuzlaysan. Uqdingmi? Nima? Sarang bu qapsizlar. Asli seni qiynamsan bo'ladi, lekin sen menga 32 ming dollar advokatlik haqqi berasan. Nima? Biz seni sana topshirdim. Bununla yaxshiroq muomala qil. Bu menga qilingan o'rmassizlik. Mao yo'ldan boshlanishdan boshlaysan. Ana o yer oxirlashidi. Oxirgi nuqtasi shu. Bak, oyun ko'ralayotgan bo'ldim. Hey, bununla qanchalik vaqt ketadi? Normal ishlasang, balkim 5 kun ketar. 5 kun? Lekin men Kaliforniyaga berib, Daynoq şirkati bilan so'zlashmoqchi edim. Amsi quruq gapni oz qilib ishlashni boshla. Qo'l nechivat motor? Ma'qul, doktor. Haqqini chiqsin. Asli biz seni onunla chetib qo'yib, ondan qolibni ossam bo'ptikan. Hayır, hoş maybular. Hoş birisi. Kaliforniya, ben keldim. Senin Kemal'ın yeri dımağımı unumatıdı. Ya, may kaldı değil. Kaldı, bu kaldı. Ablah, biz sen uygandek ahmaq emas. Lekin bu qandaq ne? Ular atqan vaqtingizni mengizmi elib olgan. Chas. O